oilamizning mana shu hayotini judayam yaxshi ko'raman. Oilamizning hayoti go'yo bir azim daryoga o'xshaydi. Suvi tiniq, shiddati baland, ulug'vor oqadi. Agar mana shu daryoga birov to'sib tashlamoqchi bo'lsa, siz nima dedingiz? Daryoning kuch-qudrati unga to'siq tashlanganda bilinadi. Agar mana shu daryoga to'siq tashlaydigan mard, jasur bir odam topilsa mayli, to'siq tashlab ko'rsin. Xo'sh, kim ekan o'sha to'siq tashlaydigan odam? Shu savolingizga ertaga javob bersam maylimi? Sabab? Sababi dadamning dilini siyoh qilgan. Mayli, men chiqay. Eringizning sizga gapi borga o'xshaydi.